Biz qashqadaryolik muxlislarimiz so'raydigan savolimiz hech qanday g'araz yoki fitna uchun emas. Tahorat darsliklaringizda yuzni ikki qo'lda yuvsa bo'ladi deb eshitgan edik. Lekin ba'zi domlalar yuz faqat o'ng qo'lda yuviladi, chap qo'l esa faqat kindigning ostiga ishlaydi deyishyapti. Shu masala bo'yicha o'zingizdan so'ramoqchi edik. Javob uchun rahmat domla deb. Demak bu bizga g'oyibona muxlis bo'lgan birodarlarimizga bizni tashakkurimiz. Biz aytgan darslarimizda yuzni ikki qo'lda yuvsa bo'ladi degan gapimiz rost. O'zim ham tahoratni yuzimni ikki qo'llab yuvaman. Buni endi yuzni ikki qo'lda yuvib bo'lmaydi. Chap qo'lni yuz tepa qismiga ishlatib bo'lmaydi. Chap qo'l faqat kindigini ostiga ishlaydi deb gapirayotgan ba'zi domlalar ko'rsatayotgan hujjatlari Oysha onamizni rivoyatlarida keladigan va boshqa sahobiylarimizdan keladigan hadis muborakida aytiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning muborak o'ng qo'llari fazilatli ishlarga, muborak chap qo'llari fazilatsiz ishlarga tayin qilingan degan mazmundagi hadis bor. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom shu chap qo'l bilan aziyatlik nima deydi? Burun qoqish, shu oyoq qashlash, shunga o'xshagan ishlarni qilganlar. Tahoratga kirsalar, istinjo qilish, istibro qilish, mustahab qilishlarni chap qo'llar qilganlar. O'ng qo'llarni u tomonga ishlatmagan degan hadis bor. Bu degani umuman bu chap qo'l tepa tomonga bo'la aytayotgandaqa kindining ustiga ishlanadi degan gaplar kelmaydi. Yaxshi bilish shu narsa. Bu gap bizda ham bor. Ba'zi bir aytsangiz yana ko'karib oladi bular. Da'vatchilarni ba'zilarida bor shu ish. Ahli tariqatimiz deb yurgan tariqatchilarda ham bor shu ish. Ular umuman piyolaga choyni qo'yib, chap qo'l aralashib qolish, choy qo'yayotganingizda choy ichmay qo'yaveradi. Masalan, choy berdi, piyola berdi. Piyolani olib, piyolani chap qo'lda ushlab, o'ng qo'lda choy quyib, keyin piyolani bersangiz, chap qo'lda ishlatildi bu choy, ichmaymiz deb o'tirishaveradi. Chap qo'l mumkin emas deydi. Tushunyapsizmi? Qanchalik? Shularga bir tutgan usullari, hujjat hadislari boyagi gap. Payg'ambarimiz alayhisalomni chap qo'llar kindik tepasi chiqqan emas deydi. O payg'ambarimiz alayhisalomni chap qo'llar kindik tepasi chiqqan emas degan gapni gapirayotgan odamlar bir o'ylovroq gapirsa. Bu na hadisga tushadi bu gap, na aqlga sig'adi. Tasavvur sig'maydigan gapda. Chunki chap qo'l ishlanmasa mumkin emas. Misol chap qo'l ishtirok etganlik shu choy ichilmayotgan bo'lsa, oshli go'shtni chap qo'lda to'g'rayamizmi? Ushab turib. Nonni ham chap qo'l bilan sindiramizmi? Uni pokillatib yeyishaveradi. Chap qo'lda ushlab sabzi to'g'raganmiz, chap qo'lda piyoz archiganmiz, boshqa qilgan to'g'rimi? Ba'zi oshpazlar chapaqay chap qo'lda kapkirda osh solib kirgan. Uni gumbulat yeb qo'yaverar ekan-ku, chap qo'lda choy qo'yib bersa ichmay o'tirar ekan. Ha desa boya ekan. Yuz qismini odam bir qo'l bilan yuvish kerak, o'ng qo'l bilan. Payg'ambarimiz alayhisalomni chap qo'llari kindining tepasi chiqmagan deyotganlarga biz aytadigan gapimiz Muhit degan kitobda Muxtasar niqoyani Ajal Qori rahmatullohi alayh sharhlarida va fil muhit deb keltiradilar. Tahorat bobida Muhit degan kitobda shu ish borki, yahvalu kullan minal mazmazati val istinshaqi bi yaminihi. Muhit degan kitob mazmaza, ya'ni og'izga suv olishni va istinshaq, burunga suv olishni ham o'ng qo'lda qiladi deb aytgan. Demak, og'izga suv olish ham, burunga suv olish ham bo'lar ekan, o'ng qo'lda bo'ladi. Va sahih gap shuki, anna yastanshiq bi yaminihi va yastansiru bi yasarihi. Sahih gap shuki deyapti, yastanshiq burunga suvni
biyamini o'ng qo'l bilan oladi. Va yastansiru burunni qoqishni biyasarihi chap qo'li bilan qoqadi. Demak, suv olish o'ng qo'lda bo'ldi, burun qoqish chap qo'lda bo'ldi. To'g'ri bo'ldimi? Chap qo'l kening tepasi chiqdimi, chiqmadimi? Chiqdi. Burunga chiqdi. Va burunga qoqish o'zi hadisda ham bor deydi. Xo'p, to'xtaymiz bunga. Bo'stonli Orifin degan Abu Lays Samarqandiyning kitoblari bor. Shu kitobda Bobo Aklif Faluza degan bob bor. Shu bobda bu kishi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni Badrin bilan xurmoni qo'shib yeganlari to'g'rili rivoyat ham bor deb o'tadilar. Lekin hadis keltirmaydi. Shu kitobga tahrij yozgan musannif tahrij deb o'sha gap qayerdan olinganligi to'g'riliq tagiga sharh beradi. Yoki shu hadis sahihmi, zaifmi, hasanmi yoki kim rivoyat qilgan, qaysi hadis to'plamdanligiga beradi, ilova beradigan narsani tahrij deydi. Shunda aytilyapti ekan tagidagi sharhda an Oysha radhiyallohu anha qolat كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بالتيفة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا رواه أصحاب السنن. أصحاب السنن Buxoriy va Muslim Alloh bilan rahmat qilsin. Bu ikkalalarini sahihidan boshqa 6 sahih hadisni 4tasini sunan deyiladi. Shu to'rala sunan kitobda bor shu gap deyapti. Ya'ni Oysha onamiz aytadilar roziyallohu anha, payg'ambarimiz alayhissalom yakulu bittiha birrutab, qorog'uzini yangi xurmo bilan yerdilar. Fayaqul aytardilarki, nuksiru harra haza bi bardi haza. Bu xurmoning issig'ini mijozan issiq ekan xurmo. Bu tarvuzni sovug'i bilan kesamiz. Va barda haza bu tarvuzning sovug'ini biharri haza bu xurmoni issig'i bilan kesamiz. Ikkalasini mo'tadil holatga, normal holatga olib kelib yeymiz deb yerdilar degan hadis kelyapti. Bu hadisni sharhlagan shorihlar aytishadi, payg'ambarimiz alayhissalom bir qo'llarida tarvuz, bir qo'llarida xurmo ushlab, bundan bir tishlab shu gapni gapirganlar.